Hozir shunaqa kunga kelmizki, shofyorlar afgon chap tomondan emas, o'ng tomondan qilib o'tadigan bo'ldi. Mashinada поворотный degan narsa bor. Chapga yoqsa, chap tomon поворотный yonadi, o'ng tomonga ko'tarsa, o'ng tomon поворотный yonadi. Uni tushunish qiyin emas. Katta kalla ham kerak emas unga. Любой, menimcha, pravasi yo'q mashina haydamagan odam ham biladi. Поворотный yoqqanida men shotga burilmoqchiman, qayrilmoqchiman degan ma'noni bildiradi. Margat qilasizmi orqasidan kelib, men shoshyapsizmi? Vashi qizig'i yo'q odamlarga yo'lni o'rtasiga chiqib oladi yoki oxirgi o'sha 3-4 palasaga tushib oladi deb hech qanaqasiga afgon qila olmaysiz. Margat qilsangiz ham yo'l bermaydi, signal bossangiz ham yo'l bermaydi. Yo'lni o'ziniki qilib olgan, butun hammaga tegishli yo'l faqat ularniki. Ayniqsa mana shu hammani demoqchi emasman. Ayrim mana Qo'shtirnoq ichidagi Gentra haydaydiganlarda yoki qanaqadir bir qimmat inomarkaga, mashinaga Malibuga o'tirib oladi deb orqasidan Matiz kelib yoki Damas kelib yo'l so'rasa yo'l bermaydi. Lekin siz borib margat qiling, yo'l bermasangiz qisib tashab, bir balola qilib yo'lingizni qisib, to'xtab, xohlagan gapini gapirib, xohlagan so'zlar bilan so'kib ketadi. Mayli unimini ham qo'yinglar. Bizda farosat degan narsa bor. Biza qanaqa darajaga kelib qoldik? Hozir shunchalik yo'l bermaydigan darajada o'zimizga tegishli bo'lmagan yo'lni nimaga o'zimizniki qilib olamiz? Yo'l beringlar, shoshayotgan bo'lishi mumkin, kimdir kutayotgan bo'lishi mumkin, yo'q qanaqadir bir zaruratdan shunaqa yo'l so'rayotgan bo'lishi mumkin sizdan. O'zi nima bo'lgan taqdirda ham sizning ishingiz bo'lishi kerak emas. Yo'l so'rayaptimi? Bering, qo'yib yuboring, nima qilasiz? O'ng tomondan afgon qilinmaydi bizda. Bizda chap tomondan afgon qilinadi. O'zi umuman mana shu yer yuzi olamda o'zi mana shu mashina haydaydiganlar o'zi biladi bu narsani. Chapga yoqdingmi, поворотный yo'l berish kerak. Yo'l ber, o'tib ket. Xohlagan joyingga yur. Yoki yo'l so'rayaptimi, qo'yib yubor. Biling, shofyor akalar tushunadi. Ko'pchilikda bu muammo bo'lyapti. Bilaman, kommentariyada bang'irlab tashlaysizlar hozir yozib. U menda bo'lgan, anaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, hozir bang'ir-bung'ir bo'lib ketadi ham kommentariy. Men nima demoqchiman? Iltimos, sizlardan o'rtoqlar, farosat bilan mashina haydaylik. Farosat ancha-muncha narsada kerak bo'lar ekan. Sog' bo'linglar.